Assalomu alaykum, xonavto kuzatuvchilari. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz sotuvimizda oldi abrisovkalar RS qilingan. O'sha 4 ta yumshoq baloni bor mashinani yangi qo'yib qo'yilgan. 23 kraskalari top-toza, JK2 svetda. Bu rang chiroyli turadi. Mashinaga yuvib qo'ysa, ayniqsa mo'yka qilib qo'ygandan keyin vobshe ko'zga tashlanib turadigan ranglardan. Chexol poliklar yaxshidan qo'yilgan. O'sha monitorda ham yaxshidan qo'yilgan. 70 ming probeg. 70 ming yurgan. Video registratorlari bor. Mashinaga ancha mehr berilgan avtomat korobka. Hamma yo'g'i mashinani idealniy ekan. Polni shumka bo'lgan mashina. Polni 100% shumka. Shumkani ham yaxshi joyda qildiribdi. Orqalari, ko'rinishlari. 48 talik propan gazlargacha qo'yilgan. O'sh orqa stoplari almashgan mashinani mana qoraytirilgan, black piano qilib qo'yilgan. O'sh spoilerlar qo'yib qo'yilgan. Endi mashinani ukamiz o'zi uchun polni tayyorlab, chiroyli qilib minib yurgan ekan. Kraskalari top-toza, hech qanaqa qirilgan, chizilgan, miyatina joylari yo'q. Bemalol ustasiga olib kelib tekshirtirib olaveradi, deyapti. Bu mashinamizning narxi $10,600, ya'ni oz-moz sunnatiga o'tib beriladi.